Öz vaqtida toji taxtni qo'liga elibla gunohsiz jiyanini o'ldirdi degan betnom qilishdan voyim yeb o'yib qo'yganligimning jazosi bu. Ahvoldan qaraganda Shahzoda Amir Shayx Nuriddin bilan ko'maklashmabdi. Navoda ko'maklashgan bo'lsa, buncha oz navkar bilan shabqon urmagan bo'ladi. Navoda shundoq qilgan bo'lsa, ya Xudo, o'z panoyingda saqlag'iniga shukr. Necha vaqtdan beri Turkiston amri bilan jondan o'tadigan so'g'uqdan iborat ikki raqib bilan elishgan edim. Mana endi bu yerga Shahzodaning oyog'i yetibdi. Demak, raqibim ko'payib uch bo'pti. Shahzoda qichib qutulgan bo'lsa, Amir Shayx Nuriddinning dargohiga panoh tortib berish aniq. Shahzoda lashkarlarimizning anglining yelan yo'qligini cho'qim bilib qoldi. U bu ahvolni Turkiston amiriga demay qo'ymaydi. Amir Shayx Nuriddin lashkarlarimning so'g'uqda qiynalib bilib qolsa, qarorgohga texmi mahkam bekinib bilib, so'g'uqning kuchayishini saqlaydi. Buning dashti hammadan yomon. Qerishqandek so'g'uqni bag'on sir adavatidi. Agar qor yig'ib ketadigan bo'lsa, Turkistonliklarni mag'lub qilish emas, jonni saqlamoqni tasga to'xtaydi. Qattiq so'g'uqda lashkarlarning jang qilmoqi tas. Lekin so'g'uqdan qo'rqib chedirlardan chiqqili unmay o'tadi. Shunga kechidan Shahzodaning navkarlari qarorgohga bemalol kiradigan gap. Eng yaxshisi Ostonaga qaytgan tuzukda qiladi. Dushmanlarim kaynimda mazoq qilgan bo'ldi-da. Eng yaxshisi Ostonaga qaytgan tuzukda qiladi. Dushmanlarim kaynimda mazoq qilgan bo'ldi-da endi. Ajab bir rasvoyi azm bo'ldim-ku. Mayli-la, ular nima deysin? Hammadan jonni, toj taxtni saqlab qolmoq afzal. Shundoq qilay. Lashkarlarni darhol chekindiray. Sulton Shir Muhammad ham qat'iy bir qarorga kelgan edi. "Farmon", dedi u ovozni chinroq chiqarishga tirishib. "Har qaysi qo'shin Kashgargacha chekinishning tayyorligini qilsin. Alyotqi bilan qo'zg'alamiz." "Qo'shinni nega chekindirmiz oliylari?" "Qo'shinni nega chekindirmiz oliylari?" ehtiyot bilan so'radi Mir Muhammad Shoh. Sulton Shir Muhammad xon Ulusbegi Xudoydatning bu o'g'lini odatdan ancha yoqtirib ketmaydi. Ulusbegining o'zidan yuz o'rishidan ehtiyot qilib, amalning yo'qidan billa elib olgan edi. "Ostonaga bo'lmay nega bo'ladi?" dedi Shir Muhammad xon Mir Muhammad Shohga sat guliyib. Shoh chedirning ichini vahima oralash sukut qopladi. "Qo'shin chekindirganimizni yov qarorgohi hargiz bilib qolmasin", dedi Sulton Shir Muhammad xon yana eg'iz ichib. "Harakatimiz ham chaqqon, ham puxta bo'lsin." "Bosh ustiga", dedi sarkardalar qo'l bog'lab. "Ijozat, yonsunlar", dedi Sulton Shir Muhammad xon amirlarni chiqib ketishga buyurib. Shu topda Sulton Shir Muhammad xon mag'dursizlanib ketib boradi. Beshi hozirli yerilib ketadigandek esilib, chek tomirlari chinqilib ketgan edi. Butkul a'zoyi urib chiqayotgandek og'riydi. To'ngib jaqildab titirgandek qilgan bilan qizitmasi o'rlab ketgan edi. Uning qizib qolganini sezgan Tiyupla yana poypetek bo'lishga boshladi. Darvaqa kechida qarorgohni bosqin qilganlar Shahzoda Uvays xonning yigitlari edi. Sulton Shir Muhammad xonning kech qorong'uligidan foydalanib, ham bilan asirga elish plani amalga oshmaganini ozdab, bir muncha odamlarni chiqim tatgan Shahzoda Uvays xonning yenida hozir Amirzodam Saydali olib, sarkarda Bo'ronxo'jadan boshqa oran 50 ga yaqin navkari qolgan edi. Bularning xeyli ko'p qismi yordar bo'lgan edi. Baqinini nayz teshiyotgan Bo'ronxo'janing ahvoli xeyli og'ir edi. Sulton Shir Muhammad xonning yeydigan rizqi ko'rdigan kuni tex tugmab ekanmi deyman, dedi Saydali olib afsuslangan holda. Ajabmi bir yaxshi fursat kelgan edi. Afsus, lashkarlarimiz oz kelib qoldi.
Xon lashkarlarining jangovarligini töven mo'lchallab qaptimiz, dedi Shahzoda Uvaysxon ma'yuslangan holda. Xonga yaqinlashishga bir necha qadamli qolgan edik. İşçilerini pişirmişler aliyleri. Xudoyim buyurmabdikanmi deyman, dedi Saydali olib o'ychanlik bilan. Bundaq fursat yana keladi. Nimalar degan bilan Sulton Shir Muhammadxonni bir qitim qattiq cho'chitib qo'ydi. Endi qandoq qilsak bo'lar? Ajabmi esil bahodir yigitlar edi, dedi Shahzoda Uvaysxon o'lib ketgan navkarlarni esiga elib. Qarab turib ularni o'limga tutib berdim desa. Jang deganda o'lim yetim bo'lib turadi, dedi Saydali olib tasalli berib. O'zlarini ayblayvermislar. Ular janoblariga sadoqat ko'rsatib o'z burchini ado qildi. Vujudini qayg'u hasrat chulg'ib olgan Shahzoda lom-jim demadi. Saydali olib bir bas xiyol surib o'tirgandan keyin eg'iz ochdi. Bundaq o'tiravermayli. Yilg'icha Sulton Shir Muhammadxon sarkarlashganlarini bizni izlab tepishga avatishi mumkin. Ular yenimizda tuzuk navkar qolmaganligini bilib bo'ldi. Navoda izlashga lashkar avassa, osonla oshkorlanib qolamiz. Bu ozg'ina navkar bilan ulardan qochib qutulmoqimiz osonga tushmaydi. Shahzoda asta beshini ko'tardi. Rost aytdilar, Amirzodam. Endi bu yerga yoshirinib ketishimizning hojati qolmadi. Xon lashkarlari izlab tepuog'icha asta ketib olayli. Nega borsak bo'lar? Meningcha, dedi Shahzoda biroz o'ylanib olib. Cholish yoki Ko'nchi vodisi taraflarga borayli. Balkim o'sha yurt beglarining qo'llashiga erishib qolurmiz. Cholish hozirgi qora shahar, Ko'nchi vodisi hozirgi Ko'rli tavasi debdi izohatda. Meningcha, Amir Shayx Nurdin oliylarining dargohiga boraylikmikin deyman. Shahzoda Uvaysxon Saydali olibga ajablangan holda qaradi. Chaqchaq qilyotmaydiganlar Amirzodam. Saydali olib tamkinlik bilan javob berdi. Yo'qsu, zinhor chaqchaq qilmadim. Shahzoda ochiq kulimsiradi. Amir Shayx Nurdinning kim ekanligini aslidan chiqarib qo'ymaganlar, a? Garchi u hozir Sulton Shir Muhammadxon bilan yog'i qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bizning do'stimiz emasdir. Chunki u tasarrufimizga ta'ruz qilgan ashaddiy dushmandir. Mushundoq odamning dargohiga panoh tortib borsak, el-yurt bizga dushmanning qo'yniga o'zini otdi deb la'nat o'qimasmi? Uning ustiga Amir Shayx Nurdinning bizni qabul qilishi, bizga ishonishi ham biz bilan ko'maklashishga yordam qo'lini sunishimi bir gap. Shu topda bizga bundan boshqa yo'l yo'q oliylari, dedi Saydali olib tamkinlik bilan so'zlab. Hozir qish kirib qoldi. Silim ko'dlar, xon lashkarlarining usti beshi bakmi yelang ekan. So'g'uq adigan siri ularning jangovarligi sustlashidi. Yog'i qilishdan yiroyi yanadi. Yurtga qaytishga oldiraydi. Biz bu ahvolni Turkiston amiriga tushundirsak, cho'qim lashkariy ko'makiga erishimiz. Bu chaqda Sulton Shir Muhammadxonni mag'lub qilmoq bekmi oson. Bu bizni kutib turgan yana bir fursat. Navoda bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak, bundaq yaxshi fursat qaytib kelmasligi mumkin. Uning ustiga yilg'icha Sulton Shir Muhammadxonning bizni izlab tutishga mangdirgan lashkarlari kelib qelishi mumkin. Ya'ni kelib biz tanho emas, qo'riqtab mangdigan xotin bolalarimiz bor. Xalq bizni dushmanning qo'yniga o'zini otdi desa da'vasin. Hamini bir kuni tushunib qoladi. Saydali olibning qo'riqtab mangdigan xotin bolalarimiz bor degan so'zi Shahzodaga tezla ta'sir qildi. Demisimi Shahzodalar bo'ytaq edi. Xeyli ko'p navkarlar xotin bolalarni birga elib olgan edi. Navoda Turkiston lashkarlari bilan ko'maklashsak, Sulton Shir Muhammadxonni yo'qotgandan keyin ularni vatandan chiqarib etmek tas bo'lurmikin? Keyinchi Amir Shayx Nurdinning ko'ziga qaraydigan ish bo'lib qolmasin deyman, ha? Dedi Shahzoda andisini yoshirmay. Bu mu bir ehtimollik, dedi Saydali olib o'ylangan holda.
Ammo bu keyingi ishlar. Şunun ishonchlar oliylari. Biz hayotli bo'ladiganmiz. Bundaq bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Biz faqat amalning yo'qidan dushmanimizning dushmaniga muhtoj bo'lyapmiz. Navoda Amir Shayx Nuriddin mushuni bahona qilib vatanimizga ko'z tikmoqchi bo'ladi ekan. Albatta nomardlik qilgan bo'ladi. U chaqda bundaq nomardlikka qarshi chiqsak, vafoga jafo qilgan bo'lmaymiz. Hozircha oxiyada xomon talashmaylik. Әмісі шындақ қылайды. Бұныңдан басқа амалмы yo'qdek qiladi. Dedi Şahzadə Seyd Ali Olibning fikriga hurmat qilib. Oliler birden aram ile basla. Dedi Seyd Ali Olib o'rnidan turib. Men Sarkarda Bo'ron xo'janing jarohatini ko'rib boqay. Menmi billa baray. Dedi Shahzoda xotirjam bo'lolmay. Sarkarning ahvoli qandaqroq ekan? Menmi billa baray. Dedi Shahzoda xotirjam bo'lolmay. Sarkarning ahvoli qandaqroq ekan? Ogal Sarkarning jarohatini tengib qo'yg'ach turayli. Amir Shayx Nuriddinning qarorgohiga borgandan keyin shularning teviplari amlab qo'ya. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Turkiston amiri Amir Shayx Nuriddin Shahzoda Uvaysxonni ajoyib katta hurmat bilan kutib oldi. Shahzodaga elchi bo'lib kelgan Seyd Ali Olibni qabul qilib, ularning hozirgi ahvoli, maqsad muddasini bilgandan keyin o'ylanib turmayla Shig'avulbegni Shahzoda Uvaysxonni boshlab kelishga buyurdi. O'zi sarkarlar bilan qarorgohining oldiga chiqib kutib oldi. U Shahzoda Uvaysxonga bir elning sultonini kutib olgandek hurmat bildirgan edi. Shahzodaning sharafiga uyushtirgan bargohi oliyadagi ziyofatda bo'lsa, Shahzodani o'z bilan billa to'rda o'tirishga taklif qilib, hurmat ehtiromini eng yuqori chekka yetkazdi. Shig'avulbeg degani chet ellik mehmonlarni kutishga mas'ul bey, debdi o'zi hatto. Shahzoda oliylarining Sulton Shir Muhammad xonga itoat gardinini sunishni har elib, o'rnidan chiqib ketganidan xabar topgan edik. Dedi Amir Shayx Nuriddin ko'rishish yo'sinlari oxirlashgandan keyin so'zining temasini asli maqsadga yetkazib. Keyin Turponga avatgan oyg'oqchilarimiz Shahzoda oliylar haqida hech qanday ma'lumot yetkazib berolmadi. Garchi Turkiston kichikgina tasarruf bo'lsa-mu, Shahzoda oliylarining qadam tashrif qilib, bu dargohni obod qilib berishini to'lima tama qilatdiq. Chunki o'z elida ranju alamga yo'liqqanda qo'shnilar bilan bir mazgil halmon bo'lish azaldan davomlashib kelgan qoida udum emasmi? Yaratgan Alloh egam vaqt soatni bugunga buyurgan ekan. Mana oxiri tinch amon didor muloqotda bo'lishga nasib bo'ldi. Shahzoda oliylarining dargohimizni yod ko'rmay qadam tashrif qilganidan ziyoda baxtiyormiz. Shahzoda Uvaysxon o'rnidan turib, Amir Shayx Nuriddinga qaytadan minnatdorligini bildirdi. Janoblarining kaminalarini bir lamakan ko'rmay, katta izzat ko'rsatganliklariga minglarcha tasanno. Undaq demislar Shahzodam, qani o'ltirsizlar. Shavkatlarga tushliq hurmat bildiradigan bo'lsak, shuningga xushalmiz. Amir Shayx Nuriddinning ko'ngliga pukkani bor edi. U qo'shni yurt beglari bilan yoyloq talishib, arazlashib qolgan bir qancha yurt beglarining bu yurtlar aslidanla Turkistonga tava edi deb arz qilish bilan Mo'g'ulistonning Turkistonga qo'shni bo'lgan bir qancha yurtlarga lashkar tortib berib, o'z tasarrufiga olgan edi. Uning bu yurtlarning nerisiga bostirib kirish xiyolimi yo'q edi. Hamda u Mo'g'ulistonning zimini kengri, bunchalik ziminga ancha parvo qilib ketmaydi deb o'ylagan edi.
Yetmegende Sultan Şir Muhammed Han nurg'unlagan sarkarda lashkarlar bilan jazo yurish qilib keldi. Shu chaqda Amir Shayx Nuriddin o'zining cho'ng bir xatolikqa yo'l qo'yganligini, kichkina zaminni deb Mo'g'ulistondek katta bir xonlikning tishiga tegib qo'yganligini his qildi. Uning sizmi u Mavara-un-Nahir saltanatiga itoat qilishdan bosh tortgan edi. Mirza Ulug'begning ha deganda lashkar avatishi mumkin edi. Mana shundaq tanqislikda turgan vaqtda Shahzoda Uvaysxonning yordam so'rab kelishi uni bakli xushal qilib etgan edi. Mana ko'rib turibdilar, dedi Amir Shayx Nuriddin bir qator tavazzudan keyin. Bir necha haftadan beri Sultan Shir Muhammad Xon bilan to'qinishyapmiz. G'albi Nusratdan texchi bir nishoni yo'q. Lashkarlarimiz oz bo'lganlik uchun qaramliq bilan yog'i qilishga petinammidik. Shul boisdan ularning sovuqqa bardoshlik berolmay chekinishini kutib turibdimiz. Hazratlarining Mo'g'uliston lashkarlarining ahvolini qanchalik xabari borkin? Hazratlarining Mo'g'uliston lashkarlarining ahvolidan qanchalik xabar borkin? Amir Shayx Nuriddin bir necha daqiqa o'ylanib olib javob berdi. Ularning lashkarlarining haddi hisobi yo'qligini bilamiz. Uni siras, dedi Shahzoda Uvaysxon. Sultan Shir Muhammad Xonning tamomi lashkarlarini elib yurish qilishida birinchidan o'zlariga tankilamasligidan ansirgan. Ikkinchidan Ostonada lashkar qoldirib qo'ysa, Ulusbegi Xudoydat hazratlarining kamina bilan birlashib olishidan ansirgan. Gerçi Moğoliston sarkar lashkarlarining orasida ajoyib bahodir azmatlar xeyli ko'p bo'lsa-mu, ul istidodsız xonning lashkariy ishlardan qilchilik xabari yo'qdir. Biz bugun tongga yaqin ularning qarorgohiga bir qitim shapxon urdik. Mundaq karomatlarmi bor deysizlar? Dedi Amir Shayx Nuriddin qiziqib. Jangning natijasi qanday bo'ldi? Shahzoda Uvaysxon jangning ahvolini qisqalab bayon qildi. Navkarlarimiz oz bo'lganligi uchun xonning chedirini hujum nishoni qilgan edik. Qo'riqchilar tuyib qilib hujumimiz natijasiz bo'lib qoldi. Xeyli ko'p talafotga uchrab ketdik. Jang deganda yengilish bo'lib turadi, dedi Amir Shahzodaga tasalli berib. Ko'ngillarni yerim qilmaslar. Mo'g'uliston lashkarlarining angli to'limi yelang ekan. Uning ustiga oziq-to'liklarimiz tugaylab qopti. Navoda Amir janoblari bizga ko'maklashish uchun lashkar berishni xohlasa, ular bilan maydon jangi qilishib ko'rsakmikin deymiz. Chunki Sultan Shir Muhammad Xonning lashkariy tadbirga epi yo'q. Yog'i qisaq cho'qim nusrat qozonimiz. Aslida Shahzoda bizni panoh tortib emas, lashkariy ko'mak so'rab kelgan ekan-da. Yog'i deganni eg'izda qilmoq oson. Garchi Sultan Shir Muhammad Xon istidodsız odam bo'lsa-mu, lekin qo'l ostida nurg'un janglarni ko'rgan sarkardalar bor. Yog'i bo'lsa, ular o'z posiboni uchun jasorat ko'rsatmay qolmaydi. Ular Shahzodani qo'llagan bo'lsa, xonning qishida turmagan bo'ladi. Eng yaxshisi bu ishda yengillik qilmagan tuzuk. To'la bilan, dedi Amir Shayx Nuriddin xiyolini yig'ishtirib, chiroyiga tavazzu bilan kulki yugurdi. Bugun obdanroq aramaslar. Lashkariy ishlarni ati xos o'ltirib mashvarat qilaylik. Mashvarat degan so'z, maslahat degan so'zgan. Izohatda shundaq debdi. Yana gap qilsa Turkiston amiriga yelingandek to'yga berib qo'yishidan ansirgan Shahzoda beshini langshitib qo'yib lam-jim demidi. Paranga aralashmay o'tirgan Saydali olib Amir Shayx Nuriddin bilan Shahzoda Uvaysxonning suhbatining asosan pishib qolganligini sezib eg'iz ochdi. Oqshomgi yog'ida sarkarda Bo'ronxo'ja qatorliq 10 necha birodarimiz eg'ir yaralangan.
yaralangan edi. Alileri ularning jarohatini emlashga tebib buyurib bergan bo'lsalar. Ular hozir nada Amirzodam? Tog' kaynidagi qarorgohimizda. Nemish ularni billa etganmidilar? So'radi Amir shahzodaga qarab. Aliler bilan muloqotda bo'lishga oldirab, uy ishchimiz bilan yordorlarni qoldirib qo'ygan edik. Dedi Saydali olib javob berib. Mundaq qilayli. Tebibdan biri bo'lsin. Lekin xotin bolalar bilan yordorlarni darhol lashkargohga yondirib keslar. Alilerning iltifotiga rahmat, dedi shahzoda. Shahzoda Uvaysxon bilan Saydali olib Turkiston amirining qarorgohidan xo'shlashib chiqqanda qorong'i tushib bo'lgan edi. Atsi ular osh vaqti bilan nökar, xizmatkor, oila tavobatlarini elib Turkiston amiri qarorgohiga yetib keldi. Shu orliqda Charlig'uvchilar Sulton Shir Muhammad xonning lashkarlarini chekindirib ketganlik xabarini ma'lum qildi. Shu orliqda Charlig'uvchilar Sulton Shir Muhammad xonning lashkarlarini chekindirib ketganlik xabarini ma'lum qilishdi. Kutilmagan bu ishdan Shahzoda Uvaysxonmi, Amir Shayx Nuriddinmi o'xshashla hayron qoldi. Ular qachon chekinibdi? So'radi Amir Shayx Nuriddin. Aniq bilanmidik, dedi ma'lumot yetkazgan sarkarda. Boya yov qarorgohini kuzatib ketgan lashkarlar yov qarorgohining yer yutib ketganda g'oyib bo'lganligini ko'ribdi. Tek oqshomli bor edi ular. Qarorgoh quruqmikan yoki izidan yo'qmikan? Qarorgoh izidan yo'q alilari. Faqat qarorgoh o'rnida tashlab qo'ygan eski tuski loquluqlar bor ekan. Ishkarlab tekshirdinglarmi? Ishkarlab tekshirmadinglarmi? Lashkarlar bak nersiq berishib petinolmabdi. Amir Shayx Nuriddin qapqini turdi. Tafsiri aniqlab ma'lumot bersinlar. Bosh ustiga. Nimanidir xiyolidan o'tkazgan Amir Shayx Nuriddin bir chetda qo'l bog'lab turgan Yotishbegiga buyruq qildi. Qarorgohimizning sirtidagi 3 parsaq doiraga qo'riqchilar o'rinlashtirilsin. Qilchilik bexudlik qilishga yo'l qo'yilmasin. Parsaq degani uzunlik o'lchami. Bir parsaq taxminan 6 kilometrga teng, debdi izohatda. Yotishbegi chiqib ketgandan keyin Amir Shayx Nuriddin Shahzoda Uvaysxonga qarab so'radi. Sulton Shir Muhammad xonning tuyuqsiz lashkar chekindirishini qanday tushunsak bo'lar, shahzoda oliylari? Meningcha, kundan kunga adab ketgan so'g'uqqa lashkarlarning bardoshlik beramasligidan ansirdi bo'g'ay, dedi shahzoda o'ylangan holda. Xon lashkarlarining angli to'limi yelang. Bu dalada turaversa, so'g'uqqa bardoshlik berolmaydi. Chekingan lashkarlarning jasorati tuvan bo'ladi. Ta'mimcha ular texi ancha uzab ketmadi. Darhol qo'g'lab hujum qilaydi. Navoda bu Sulton Shir Muhammad xonning hiylasi bo'lib qolsa-chi? Shahzoda kesibli javob berdi. Hiyla ishlatishi mumkin emas. Hiyla ishlatishi mumkin emas. Lashkar chekindirgani rost. Aldiroq sonliq qilmaganimiz afzal, dedi Amir Shayx Nuriddin mulohiza qilgan holda. Sulton Shir Muhammad xon necha vaqtdan beri kunda degidek bizni jangga undab turgan bo'lsa-mu, qarorgohimizdan chiqmay turib olgan edik. Maqsadimiz so'g'uqning tezroq tushishini, shundaqla ularning oziq-to'lik, yam-xashkining tugishini kutish edi. So'g'uq bilan ochliq tabiiyli bizga hamdam bo'ladi. Sulton Shir Muhammad xon shuncha dabdaba bilan lashkar tortib kelib, hech ishning tayini yo'qlik qaytib ketsa, yuziga sat bo'lganligini obdan biladi. Shunga bizni qarorgohdan chiqarish uchun mushu tadbirni qo'llandimikin deyman. Navoda shundaq bo'lib qolsa, ularning bo'ktirmasiga uchrab qolamiz. Yanada Charlig'uvchilarning aniq ma'lumotini saqlaydi. Shahzoda Uvaysxon Turkiston amirining ziyoda ehtiyotchanligini yoqtirmagan bo'lsa-mu, zo'rlab berishga amalsiz qoldi. O'zining 50 ga yetmagan nökeri bilan necha tuman xon lashkariga qo'g'lab zarba berolmaydi.
U tağısı Sultan Sir Muhammad Xanның ләшкәр чекиндиргениге шәксез ишенгән иде. Әгәр чекiniş hilesi işletip Türkistan ләшкәрләрен тозаққа дәстәтмәкче болса, көндізі улағы чекинмәкче болғандек туйғы беріп, қараргахны уч-қашқар йығыштырған болады. Шахзад Уәйс хан ойлағанларыны бұл ихтиятчан әмірге дейішini xalamады. Şu tapda onun әмір Шәйх Нуридиннің ağzıға qarmaqdan başqa amali yo'q edi. Peşin vaqti bilan bargohi oliga kirib kelgan sarkarda yov lashkarlarining rostini butunlay chekinib ketganligidan ma'lumot berdi. Ular rostini chekinibdimi? Qaytilab so'radi Amir Shayx Nuriddin toza ishonch qilolmay. Shundoq oliylari, Mo'g'uliston lashkarlarining oyoq izini bo'ylab xeyli mangdiq. Atrofdagi chorvachilardan surishtirdik. Yov lashkarlari avval oqshomdala chekingan ekan. Həmimcə, xeyli uzab ketdi boğay. Esit, yaxşı fürsətini qoldan berib qoyubduq da. Dedi Əmir Shayx Nuriddin əfsuslanıb və Şahzad Uvays xanğa qaradı. Əmdi qandaq qılsaq bolur? Ilgari Sir Muhammad xan şəb çıxamay keçib ketibdi. Qoğlab baqamdıq ya. Fürsətini qoldan berib qoyduq. Әмді қанатымыз болсын олағы етішемейміз. Dedi Şahzad Uvays xan məyislengen halda. Әмді aldırmaylı. Küçlük yavının çekingenligidən Əmir Shayx Nuriddin eğir bir yükdən qutulğandək yengillep qalğan idi. Şundaq qılaylı, aldıraqsallıq özgü düşmən dəbdiken. Dedi o Şahzadanın fikirge avaz qoşub. Onun üstüge hazır soğuq bağın sır ədəvatıdı. Qarıqışda ләшкәри yürüş qınmaqmı təz. Oyğaqçı əvətib Sultan Sir Muhammad xanның əhvalını təfsili ilgiləyli. Qışı içib puxta tayarlıq qılıb elib, kelər il yazda ләшкәр tatamız. Şahzad Uvays xan uluq kiçik tənib qoydu. Şundaq qılmayımı amal yox idi. Qolida tüzük ләшкәri bolmağanlıq üçün Əmir Shayx Nuriddinni jang qilishga aldırtanmaydı. Onun çin köngüden men bilen köməkləşkisi yox. Bu bir hesabda bu mu obdan boldu. Navada Türkistan lashkarlarini başlap berib, tağam bilen jang qilgan bolsam, jangning töhpisi Əmir Shayx Nuriddinning bolatdı. Men bolsam öz vətiniga yatlana başlap kirgen ataqqa qalatdım. Bopdula. Ogal qışıcı lashkar jo'qlay. Özümning lashkariga ega bo'lgandan keyin andın Türkistan əmri bilen kömək qilay. Ol çağda xalqma pitni qilanmaydı. Mening gepimmi cho'ng bo'ladi. Xon tag'am yana birer mezgil toji taxtning payzini surib ag'ash tursin. Amir Shayx Nuriddinning ko'ngliga pukkini bor edi. Shahzod Uvays xonga yordamlashman debla qo'lidagi lashkarlarni butunlay jangga sep berishni xohlamaydi. Chunki orqa tarafidan Mavara Nahir hukmdori Mirza Ulug'begning har qachon lashkar tortib kelish ehtimoli bor edi. Navada Şahzad Uvays xanның qo'lida oz to'la lashkar bo'lgan bo'lsa edi, asosli qo'shinni saqlab qolgan asosda Shahzodaning tog'isining qo'lidan Mo'g'uliston saltanatini tortib olishiga qo'lidan kelishicha kuch chiqargan bo'ladi. O chaqda Mo'g'uliston taxtida o'tirgan Uvays xon uningdan minnatdor bo'ladi va keyincha O'mu Mirza Ulug'bek tahlikasiga uchrab qolsa, yordamini ayamaydi. Balkim shu orqali Mirza Ulug'bek tahlikasidan to'liq qutulib ketadi. Amma hozir Shahzodaning qo'lida na lashkar, na taxt saltanat yo'q edi. Shunga og'zida ha deb qo'yib, amaliyotda qaramliq qilishdan bosh tortib atadi. O'rinliq sabablarni ko'rsatib, lashkar chiqarishdan o'zini qochirib atadi. 2 kundan keyin ular Sultan Sir Muhammad xonning turponga qarab to'xtamay chekinayotganligi haqida ma'lumot topshirib oldi. Endi bizmi Turkistonga qaytaylik, dedi Amir Shayx Nuriddin. Shahzod Uvays xonmi Amir Shayx Nuriddinga ergishib Turkistonga berishga majbur bo'ldi. Qishdan beri Mo'g'ulistonning Chalish, Ko'nchi vodilariga berib, lashkar yig'ishni ko'ngliga pukkan Shahzod Uvays xonning ko'klam fasli kelishi bilan Turkistondan ayrilg'isi kelmay qoldi.
Türkistan onun vətəndən, mehribon anasından ayrılış azabını, tacı taxtını qolga ilishdən ibaret armanlarını unutuldurub etkəndə qılatdı. Şu günlərdə o işıq otuğa mübtala bolğan Türkistan əmrinin etibarlıq məlikisi Dövlət Sultan xanımğa aşıq bolğan idi. Haqiqiy erkek üçün ishq azobiga mubtalo bo'lish baxt. Kuyib o'ti muhabbat ahlini tavlaydi. Chin inson qilib yetildiradi. Shahzod Uvaysxon dastlabda Turkistonga kelishni ancha xohlab ketmagan edi. Faqat Sarkarda Bo'ronxo'ja qatorliq yordorlarning jarohatini davolatish, qariqishda illiq bir makonga erishish uchun amalsiz Amir Shayx Nurdinning taklifiga qo'shilgan edi. Deni Simov Sarkarda Bo'ronxo'ja qatorliq bir qancha amrohlarning xotin bolalari Saydali olibqa nikohlab bergan singlisi Uz Sulton xonim to'xtamay yo'tkelib, mo'kinib yurishlarda qiynalib qolgan edi. Qariqishda ular texnik qiynalib ketadi. Amir Shayx Nuriddin ularga ziyoda qizg'in muomala qildi. Shahzoda Uvaysxon Saydali olib va Sarkarda Bo'ronxo'jalarni ayrim qasrlarga o'rinlashtirdi. Xizmetiga maxsus xizmatkorlarni belgiledi. Ondan ularni ordu yosuni bo'yicha ziyofat berib kutib oldi. Ana shu ziyofatda Shahzoda Uvaysxon Turkiston malikasi Dövlət Sultan xonim bilan tunji qatim uchrashdi. Dasturxonda Amir Shayx Nuriddin Shahzoda Uvaysxonga alohida hurmat ko'rsatib, o'ng yenidan o'rin berdi. Shahzodaning tuvan tarafida Saydali olib, Sarkarda Bo'ronxo'ja, ondan Turkiston ordusidagi yuqori darajalik Amir Sarkardalar o'rin ilishgan edi. Amir Shayx Nuriddinning so'l tarafida Xonishning yanida Shahzoda Uvaysxonning singlisi Uz Sulton xonim, uning yanida Amir Shayx Nuriddinning ativorliq malikasi Dövlət Sulton xonim, ondan Sarkarda Bo'ronxo'janing og'achisi, Turkiston ordusidagi amirlarning og'achilari o'rin ilishgan edi. Ayollar yüzlerini nefis yelili romal bilan yepib ilishgan bo'lsa, yelili romal ularning chiroylarini yo'shiramagan edi. Shahzoda Uvaysxon Malika Dövlət Sulton xonimning yelili romal ichidagi xuddi tuman orasidagi oydek go'zal jamoliga bir qarabla ko'zni uzanmay qoldi. Hozirli portlab ketadigandek samirgan xonishning aksiga Malika to'limi nozik edi. Beşideki altın toj, quloq, bo'yin, belak, barmoqlaridagi oltin sebi zinnatlar go'zal jamolini biroz xiralashtirib qo'ygan edi. Shahzoda Uvaysxonning Malika Dövlət Sulton xonimdan ko'zini uzanmayotganligini sezgan Saydali olib, shahzodani chandurmay biqindab qo'ydi. Amir Shayx Nuriddin qaysi bir yili marhum Sulton Muhammadxon Ulusbegi Xudoydatlar bilan billa sayram atrofida qolgan o tomoshasi haqida qizg'in parangga tushib ketgan edi. Xonish bilan Uz Sulton xonim allaqanday bir ishlar haqida qusirlashyotdi. Plastik chiroyli lavlarni yemirib, cho'ng-cho'ng qo'y ko'zlarini dasturxonga tikib o'tirgan Dövlət Sulton xonimning dadisining parangiga yoki onasi bilan Uz Sulton xonimning qusirlashlariga quloq solib o'tirganligini bilgili bo'lmaydi. Shahzoda Uvaysxon uning bir parcha suratdek nazokatli turqiga chandurmay pat-pat nazar tashlaydi. Ya Xudo, jannat va rizvonning ho'llari har qancha bo'lsa shunchalik bordir. Shunchalik bordir. Shu topda nemani xiyol qilyotdi ekan. Uning o'sha ishni nazarga ilmagandek o'tirishi sharmi hayodanmidi yoki takabburligidanmidi? Meni ko'rib qandaqroq xiyolga kelgandi. Xonish bilan Uz Sulton xonim allaqanday bir ishlar haqida qusirlashyotdi. Plastik chiroyli lavlarni yemirib, cho'ng-cho'ng qo'y ko'zlarini dasturxonga tikib o'tirgan Dövlət Sulton xonimning dadisining parangiga yoki onasi bilan Uz Sulton xonimning qusirlashlariga quloq solib o'tirganligini bilgili bo'lmaydi. Shahzoda Uvaysxon uning bir parcha suratdek nazokatli turqiga chandurmay pat-pat nazar tashlaydi. Ya Xudo, jannat va rizvonning ho'llari har qancha bo'lsa shunchalik bordir. Shu topda nemani xiyol qilyotdi ekan.
uning aşı eshitmini nazarga ilmagandek o'ltirshi sharmi hayodanmidi yoki takabburligidanmidi? Meni ko'rib qandaqroq xiyolga kelgandi. Umuman haqida xiyol surayotgandi. Bir daqiqa bo'lsin beshini ko'tarib qarab qo'yish jo'kashik. Shahzodaning xiyoli tosh tushgan ko'l suyidek davolg'ib ketdi. Shu daqiqada Malika biroz qimirlab beshini ko'targan shahzodaga mundaqli bir qarab qo'ygan edi. Shu daqiqada Malika biroz qimirlab beshini ko'targan shahzodaga mundaqli bir qarab qo'ygan edi. Ikki juft ko'zining uchirishidan shu hamon chaqmoq chiqildi. Chaqmoq shahzodaning vujudini vishidi ko'ydirdi. Malika o'ziga maftunlik bilan tikilgan o'tliq ko'zga nozliq bir tabassum yo'lladi-da, darhol yana asli holatiga qaytib, beshini tuvan soldi. Ammo novatrang suzuk chiroyga qizillik yugurdi. Ashu bir daqiqa ichida shahzodaning ko'zidan etilgan sonsizlagan muhabbat o'qlari Malikaning dal yuragiga berib sanjilgan edi. Kuchli bir hayajondan vujudi larziga kelgan shahzoda Uvaysxon ixtiyorsiz qimirlab qo'ydi. Shu topda uning qo'llari qurib ketgan edi. Biroz sovib qolgan choyni bir tiniqda g'o'rtillatib ichib etdi va piyolani qo'ygan bo'lib, Malikaga yana bir qarab oldi. Amir Shayx Nuriddin bilan Saydali olib qizg'in suhbatga tushib ketgan edi. Ammo ularning paranglari shahzodaning quloqiga kirmaydi. Shu topda Malikadan boshqa hamma narsa shahzoda uchun mavjudligini yo'qotgan edi. Malika bilan shahzodaning ko'zlari yana bir qatim uchrashdi. Malika yigitning o'tda yenib turgan ko'zlariga bardoshlik bermay, darhol ko'zini ipqashdi. Qijillik ilkida gilosdek lavlarini tishladi. Shu daqiqada Malikaning vujudini kuchli hayajon chirmab olgan edi. Nimachi tikilib qaraydigandi? Ko'zi ajabmi o'tliqgina. Tova, nim bo'lgandimi? Ajab unga qarag'im kelib turdi-ya. O'zimni tutib olay. Boshqalar sezib qolsa sep turadi. Masxara qiladi. Lekin uning ko'zlari ajab isib ketib bormana. Eng yaxshisi, endi uningga qarmay. Hozir u menga tikilib qarayotamdigandi. Qarayotdi. Ko'zini uzmay qarayotdi. Otam bilan onam bilib qolmasa bo'ladi. Bo'y basti. Chiroy turqi nimanchi kelishgani. Otam uni nemishqa bunchalar hurmatlaydigandi. Yoki Malika oxirgi xiyollarini shahzoda bilib qolgandek bo'yniga chiqisirib ketdi. Shu topda ko'zlari irodasiga bo'ysunmay topdi. O'zini har qancha ogohlantirib tursin, yurkining bir yerlari beshini ko'tarishga, shahzodaning o'tliq ko'zlariga yana bir qatim qarashga undaydi. Shahzoda Uvaysxon mumkinsiz o'ltirg'ini bilan ko'zlari orqali Malikaning yurkiga ishq o'tini yiqib atgan edi. Malika Davlat Sulton xonim ixtiyorsiz shahzodaga yana qaradi. Qaradi-yu, shu hamon o'diqib ketdi. Shahzoda uning tatliq bir kulki yo'llagan edi. Qiz o'ng'aysizlandi. Qachonliqdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Qarmasam bo'pti ekan. Meni nima deb o'ylab qolgandim? Oyasiz gentib qolmasa bo'ladi-ku. Uning kulishlarini yuragim nimachi sep ketadigan-da. Malikaning xiyollarini yenida o'ltirgan Uz Sulton xonim buzib etdi. U ishki tuyg'ularini besib olib, Uz Sulton xonim bilan pichirlashib, mo'ng'ishishga boshladi. Shahzoda Uvaysxon uchun ham azobliq, ham lazzatli ziyofat xeyli uzunda oxirlashdi. Butkul ziyofat jarayonida u tuzuk ikki og'iz gap qilmadi. Amir Shayx Nuriddinning tuyuqsiz so'rgan savollariga xuddi mugdab o'ltirgan odamdek mangdab qisqa javob berdi. Shahzodaning ruhiy holatini kuzatib o'ltirgan Saydali olib, uning javoblarini to'liqlab, uni mushkulotdan qutuldirdi.
Dua qılınıb orullardan turuşqandan keyin Şahzadə ədəb yüzüdən Əmir Şeyx Nuriddinға minnətdarlığını bildirdi. Amma gözləri xanışının yanındakı Məlikə Dövlət Sultan xanımda idi. Onun bilan yana görüşgə nasib olurmu? O meni yaxşı görüb qalğanmıdı. Əcəb qarab qoymaydı. Meni yaxşı görüb qalğan bolsa, mənə yana bir qitim qaraydı. Navada qaramay qoysa. Məlikə anasıға əgişib sarayının işik tövüge kəlgəndə şaqqılı keyniga qayırılıb Şahzadəyə qaytıb bir nəzər taşladı da bu soğudan atladı. Şu haman yürükiga oq təkkəndək tuyğuğa kəlgən Övəysxanның tomurlardan bir hayacan kövəcəb, vücudunu təsvirlüsüz bir xuşallıq, bəxtiyarlıq çırmıb aldı. Məlikənin nazik qametini tətilla nimçığı ornuvağın xanışının semiz gəvlisi tosub aldı. Şahzadə bitaqətlik bilən hər qanca boyundab qarabmı, yürükiga tunca işıq otunu yaqqan qızını görəməy sədbar boldu, lekin özünü tutub aldı. Toy tökün, baravət, mehmandarçılıqlarda aval ayallağı yol veriş Türkiye qavmlarının ənənəvi adəti idi. Şu tapda ərlər ayallarının saraydan çıxışını kütüb, öyrü turşqınca paranlışıb atadı. Vücudunu hem xuşallıq, hem azablıq his tuyğular çırmıvağın Şahzadə Üveysxan, allaqandaq bir tuyğuda boyu Məlik oturğan tədillar köpüge nəzər taşladı. Körpə qupquruq idi. Tuyğsuz Şahzadənin gözü dastıxanның levidiki Məlikə çay içkən qaşdışı piyalıga düşdü. Baya Məlikənin aşı piyalada çay içkənligini Şahzadə eniq görgən idi. Piyala Məlikənin levidək, Məlikə aşı güzel ləvni dastıxanğa qaldırıb qoyğandək tuyğu kelib qalğan Şahzadənin vücudunda tuyğsuz güçlük bir istek qəlyan götürdü. O köңlüdə peyda bolğan xiyaldan huduqub ətrafqa qaradı. Əmir Şeyx Nuriddin Mirza Uluqbək bilən o'ttirsida yuz bergan qiziqarli bir ishni so'zlab berayotgan bo'lib, Əmir Şeyx Nuriddin Mirza Uluqbək bilan o'ttirsida yuz bergan qiziqarli bir ishni so'zlab berayotgan bo'lib, amirlarning hammasi uning og'ziga qarab turishadi. Şahzadə g'oyibdan kelgan bir jasoratning turtkisida shoqqida kayniga o'rildi da daqiq ichida berib, yilqi qo'shtish piyolani qo'liga oldi. Ondan yuragining hayajonliq selishini besib turib, piyolani pam bilan qo'yniga yo'shirdi. Bu ish hozirli oshkorlanib qoldigandek tuyg'uga kelib, Əmir Şeyx Nuriddin bilan dakkudagi ichida xo'shlashdi. Qasrga qaytib kelgan Şahzadə qishig'i kiyimlarini soldirish uchun kirgan dastorpechga buyruq qildi. Mahramlarga esila, choy damlab kirsin. Şahzadə qo'lidagi piyolaga qarab tatli xiyollarga asir bo'ldi. Məlik shu tapda nemish qilyotgandi. Meni o'ylayotgandigandi. Cho'qim o'ylayotdi. Uning bilan ko'rishgili bo'lurmi? Choy ichivaslar oliylari. Sherin xiyoldan cho'chib bosh ko'targan Shahzoda kumush patmusda choy tanglab turgan mahramiga norozilik bilan tikildi. Choyni qo'yib chiqib ketsinlar. Mahram chiqib ketishi hamon Shahzoda yugurib berib piyoladagi choyni qo'lidagi qoshtish piyolaga to'kdi-da, choydan bir yutum o'tlab shu hamon yondirib etdi. Asiyada Malik choy ichgan qoshtish piyolada choy ichish bilan bo'lib ketgan Shahzoda hozir damlab akirgan choyning qiziqligini unutgan bo'lib, og'zini ko'ydirib olgan edi. Kuyik azobida tili echishib turgan Shahzoda pixildab kulib etdi. Kulki bilan tang butkul vujudiga sherin bir lazzat taradi. Shu daqiqada u tilini qiziq choy emas, go'zal Malikining lavlari ko'ydirib etgandek tuyg'uga kelib, o'zini to'liq baxtiyor his qilgan edi. Bu qitim u lavlarini piyolaning leviga avaylab tekkizdi. Choy xeyli sovugan edi. Choyni xuddi piyolasi bilan qo'shib ichib etadigandak alpasli sumirdi.
Tomur-tomurlarda qiyan yasıgan şeýerin bir toýgudan bütkül äzaýy lärzige keldi. Aşıqlyk degen ajaýyp bolady eken. Bu adamның ýürегinde muşundaq tuýgusyz peýda bolady eken. Bas, bugün men hakykatan aşyk boldum. Ýüregimge muhabbet oky tägdi. Tanrym, meni oşa jananyň wysalyga ýetişge, läwlerden wysal şarap içikini esip gagaýsa. Ojurga paýpaslap kirgen mährem şahzadynyň şeýerin hyýalyny ýene bir qetim bozup etdi. Amirzada Seydali alıp janaplary özleri bilen görüşsem deydi alileri. Bu çağ bolganda Amirzadanyň görüşgüsi kep gapda, ajab. Birer muhim işi barmy diýär. İcazat, dedi Şahzad Üveysxan hyýallaryny ýygyşdyryp. Ayal ötmey Seydali alıp külümsirgen beti kirip geldi. Kelsile Amirzada, dedi Şahzada tördeki tätilla köpüdün çay köstü. Alilerini haqaçan çay içip atıdı dep oýlap edim. Dedi Seydali alıp Şahzadanyň kolundaki qaşdyş piýalyga mänilik qarap goýup. Şahzad Üveysxan oduqqan halda kolundaki qaşdyş piýalyny ýoşuruşga tarışdy. Biraz ussap qapdy ekenmen. Özlem bir piýal çay içendiler. Rahmat, ussumudum. Qaşdyş piýalda çay içsile ussulyklary besilmakdy ýok. Tehini eşip gidermiken alileri. Bu Amirzadanyň neme degenidir? Çaqçaq kılıp atamdy o yoki bir näsini baýkap galdymy? Şahzada içki toýgusyny ýoşurup, hiç nimeni bilmegen kıyafetdi sordy. Hoş, biraz zörürler barmydy? Ziyapetniň nesi qalgan şarapyny menden alay dimeýdiganlar, he? Şol tapda şarap humary özlerini menden bekrek tutup atydy-go diýmen. Afsus, meniň hazır çaýgymy, şarapgymy zokum ýok. Seydali alyp, çyraýga kastan jiddi tüs berip, Şahzadanyň közüge tikildi. Özlerge yetkizip koyduğan muhim bir iş çıkıp kaldı alileri. Şahzade birden ciddileşti. Qeni hoş, qandak muhim işken o. Seydali alıp, renjigenini kılıp qapqını türdi. Amir Şeyh Nurdun alileri tazmı bir çakın adamı neyme? Şahzade yalt itip Seydali alıp qakardı. Qandak deydiler? Seydali alıp Şahzadanyň birden jiddileşkenini görüp, bir neçe daqiqa turwagandan keyin qastangy ýutilip goýup aldyrmay jogap berdi. Qasrymyzga çaparman äwetipdi. Ma'lum boluşça, boyam ordu ziyapetide Ämirniň naýat ätwarlyk täbärrük näsi ýokap ketipdi. Şo närsesiniň derkini qılıp kepdi. Seydali alıp qastangy godrap goýdy. Bu bizge hürmetsizlik qılıp ätay ogry tutgan emasmy? Şahzad Üveysxanyň çyraýy tatyryp ketdi. Özüge gaýrat berip turup sorady. Ýokap ketken täbärrük qandak näsken Amirzadam? Seydali alıp Şahzadanyň közüge qarap turup jogap berdi. Kolumy näpis ýasalgan qaşdyş piýaly eken. Şahzadanyň ýüregi qartyp qaldy. Her qança qılıpmy oňaýsyzlanganyny ýoşuranmady. Qaşdyş piýala dedilmi? Şu tapda Seydali alıpny qattiq külki qыстap ketgen edi. Şundaqdymy özüni tutup elip turup jogap berdi. Amir Şeyh Nurdun alileriniň ulug mumusdan täbärrük qalgan piýalymyş. Odat o piýalada Amirniň ätwarlyk melikisi Sultan Döwletxanymdan başga hiç kim çay içişge, hatda tutup eqişge jüret kılanmasmış. Şahzad Üveysxanyň demi içige düşüp ketdi. Xuddi ogurlyk kılıp tutulup qalgandek tuýguga kep ýüregi sip ketdi. Şahzad Üveysxanyň demi içige düşüp ketdi. Xuddi ogurlyk kılıp tutulup qalgandek tuýguga kelip ýüregi silip ketdi. Estağfurullah, maňa qamlaşmagan işini görüp. Qandaqmy kılarman ämdi? Piýalany qaytyryp bersem, ogry diýen betnamy qilişim ýene.
Navada Malika piyolani mening elib olganligimni bilib qolsa nima deb qolar? Mo'g'uliston shahzodasi aslida bir chopini o'g'ri ekan deb ko'zga ilmay qolarmi? Bu ishni qandoq tushundiraman endi? Navada piyolani elib olmaganimni desamchi? Demasamchi? Navada piyolani elib olganimni demasamchi? Amir Seyx Nuriddin oliylarining shaxsan o'zi surishtirganiga qaraganda bu tavarruk go'harini ko'mgisi hargiz bo'ldi qilmaydigandek qiladi. Ziyofatga daxil bo'lgan boshqa mehmonlarni gumonliq deb qoladi. Texi Bekavulbek xizmatkor mahramlarni baloq qilishi mumkin. Qarab turib boshqalar uvalchilik tatib qolurmi endi? Kim biladi? Mening qochtish piyolni elib olganimni biroz ko'rib qoldimi texi? Qasrga chaporaman avatganiga qaraganda buni yiroq degil bo'lmaydi. Nemeskimi olgan bo'g'iydi. Tangrim, bu to'qinoq baladan qutulishimga osonlik bergaysan. Tezroq bir aql ko'rsatgaysan. Shahzodaning boyli qochtish piyolada choy ichib tili ko'yganda vujudida paydo bo'lgan she'rin, hayajonli tuyg'ular tamoman g'oyib bo'lgan edi. Shu daqiqada o'zini ko'tarib qo'pqisiz bir toshning ostidan mijilib ketib olgandek sezdi. Malika Davlat Sulton xonim glasdek chiroyli lavlarini ushlab oq ko'zlaridan g'azab yondirib shahzodani ayblayotdi. O'g'ri, piyola o'g'risi. Shahzodam shunday chaqilishni qilamdi. Tugidi. Hammasi tugidi. Malika endi menga hargiz qaramaydi. Shahzoda Uvaysxonning vujudini kuchli umidsizlik tuyg'ulari chirmab oldi. Endi qanot qiqishga boshlagan sevgi hislari tunjiqdi. Saydali olibqa bechorlik bilan qaradi. Tilining uchiga kelgan gapni og'zidan chiqarishga uyaldi. Amirzodga qandoq tushundirarman? Ajab bir o'sal bo'ldim bu. Shahzoda qo'lidagi qochtish piyolani Saydali olibqa tanglab bo'lib, yana darhol yengning ichiga yoshirdi. Ajab chiroyli piyola bu. Ilgari oliylarni bundoq piyolada choy ichganini faqatli ko'rmabdi ekanman. Dedi Saydali olib, hech nimani bilmagan qiyofatda. Bu Shahzoda Uvaysxon gadaniga chiqizirib ketdi. Ilojisiz piyolani Saydali olibqa tangladi. Voy, bu boy Malik choy ichgan piyola ajab o'xshaydi-ku, dedi Saydali olib piyolaga sinchilab qarab. Aslida oliylardimi bu piyolning jufti bor ekan-da. Boy Malik choy ichganda mundoqli ko'zim tushib qolgan edi. Ay esin, bu piyola o'g'irlanmagan bo'lsa, buni bilan bir juft bo'lar ekan-da. Shahzoda Uvaysxon yoshiraverishga amdi bardoshlik berolmadi. Bu o'sha piyolaning naq o'zi shu, dedi o'ng'aysizlangan holda. Bu o'sha piyolaning naq o'zi shu, dedi o'ng'aysizlangan holda. To dislar oliylari, bu piyola qandoqsiga sizning qo'llariga chiqib qoladi? Aslida Saydali olib qasdanga gapining oyog'ini to'xtatib oldi. Menga ishonsizlar, Amirzoda, dedi Uvaysxon tanqis bo'lib. Men ishchim ko'yib mundoq bir ko'rib boqay deb. Saydali olib xirildab kulgunicha shahzodaning gapini bo'lib. Oliylarning piyolaga ichib ko'ygan bo'g'imidi yoki piyola egisigimi? Uvaysxon xijillik bilan beshini tuvan soldi. Jiddiylashganligidan maqsadini qandoq tushuntirishni bilolmay qoldi. Piyolani ochib topshirib beslar, Amirzoda. Yo'q, eng yaxshisi o'zim topshirib beray. Kimga topshirib beray deylar oliylari? Amir Seyx Nuriddin hazratlariga yoki Malika Davlat Sulton xonimga? Shahzoda Uvaysxon bir necha daqiqa zuvon so'ramay turib qoldi. Og'zida shundoq degan bilan putlari mixlanib qolgandek medirlamaydi. Oshiqlik silini birdan kichik bolaga aylantirib qo'yibdi Shahzoda. Bo'ldilar. Sizga qolgan chaqchiqim mushunchalik bo'lsa bo'lar.
Seydali alıp qaqaqlab külüp etdi. Nimançılar huduqılar alileri. Melike'nin mübarek levleri tekken piyalını oğurluvagan çağdaki cüretleri nege ketdi? Üveysxan birden esini yığdı. Aslida Amirzade meni qasddan qo'ldirildi etibdi da. Nemishqa boshtil o'ylamadim. Amir Sayx Nurdin olilar har qancha cho'qin odam bo'lsin, bir piyola uchun aloydan chaparman avatib yurmasdi. O'zla Üveysxan yo kulishni, yo ochiqlanishni bilolmay turib qoldi. Saydali olib kulkisini to'xtatib, Shahzodaning ko'zlariga tikilib turib so'radi. Bilmadim. Alilerinin piyalaning egisini o'g'irlab akilishga jur'ati bormikin? Üveysxan xirildab kuldi. Boyadan beri meni obdalli qo'ldirilibdi-da. Boyadan beri meni obdalli qo'ldirilibdi-da. Eng yaxshisi ochiq javob bersizlar. Üveysxan dadillik bilan javob berdi. Navada ul go'zalni ushbu piyolani o'g'irlagandek o'g'irlig'ili bo'lsa-da, abiyamni o'g'irlagan bo'latdim Amirzode. Amaliyotda o'zlar osh muhabbat o'tlari gulxonlab turgan ko'zlari bilan ul Malikaning ko'nglini allaqachon o'g'irlab bo'ldilar olilar. Üveysxan mamnunlik bilan kuldi. O'zlarga qo'l qo'ydim Amirzode. Ko'zlaridan hech nimani sir tutqili bo'lmadik. Shahzoda xursandgan holda gapini davomlashtirdi. Rostdan oshiq bo'ldim. Yuragimga ul Malikaning ishq o'ti tutashdi. Aslida dargohimga mush ishni bilmoqchi bo'lib kiribdi kallada. Ori, ko'nglimdagini topdilar. Amisi muddalarini udulla demay nima deb odamni piyola o'g'risi tutib yuraydilar. Xushliq qilmislar oliylari. Dedi Saydali olib kulib. Men mislini nayt shu piyola o'g'risi tutdim. Ertagin qo'pib Malika Davlat Sulton xonim o'zlarini yurak o'g'risi tutib da'vo qilsa qanday qiladilar? Üveysxan o'zirlanib kuldi. Do'stining bu chaqchig'i uningga bakla yoqqan edi. Mana birdamda piyola o'g'risidan yurak o'g'risiga aylanib qoldimmi endi? Yanglishdilar Amirzode. Piyola o'g'risini tutalganlar bilan yurak o'g'risini tutalandilar. Qandoq deydilar oliylari? So'rdi Saydali olib qiziqib. Üveysxan temkinlik bilan javob berdi. Yurak o'g'risi men emas, dal o'sha Malikaning o'zi. Aslida qo'shtish piyolaga yuraklarim tegishib ekanlar-da. Shundoq. Yuragimni o'g'ri oldi Amirzode. Bo'pti. Olsizlar. Qo'shtish piyolani olib berib yuragimni qaytarib akilib bersizlar. Ma'u gapni ko'ring. O'zlarini ushiqmikan desam, tozimi bir muttaham keldi bu. Amis o'zlarini kim piyolaning davosini qilsin debdi. O'zim topgan balaga nega boray davoga? Saydali olib shundoq deginicha qaqaqlab kuldi. Uning kulkisiga Shahzoda Üveysxan mujur bo'ldi. Boyatı meni rostliq o'qitibdilar Amirzode, dedi Üveysxan kulkisini to'xtatib. Amir Sayx Nurdin olilar rostliq piyolani derkini qilgan o'xshaydi deb to'lim andish qildim. Mushundoq chaqchaq qilamdilar. Undoq qilmasam yuraklarini o'g'riga oldirganliklarini qandaqsiga tan oladilar. Ol Malikaning visoliga yetsam deyman, dedi Üveysxan hasratlangan holda. Bilmadim. Amir Sayx Nurdin oliylari bu talbimizni qabul ko'rarmikin? Malikaning qabul ko'rdiganiga ishonchilari bormi? Ishonchim bor, dedi Shahzoda qat'iylik bilan. Undoq bo'lsa ortiqcha g'am yemisizlar. Ta'mimcha Amir oliylari e'tiborli Malikasining ko'ngli royiga boqar deyman. O'zlarda kuyovni kunduz chiroq yiqmi topolmas. Ilohim shundoq bo'lg'ay. Üveysxan bir pas xiyol surib turgandan keyin Saydali olibdan so'radi. 'Birer o'tlamda sharob ichishga maylilari bormi?
qarab ish o'tin paslatolmaydi olaylar. Hech bo'lmasa ish pushug'im paslab qola. Baribir bu kecha ko'zimga uyqu keldigandek emas. Maylamasa, oshiqlarga ulpat bo'lish men uchun sharaf. Ular sharaf ishkash tong otqicha mundishib chiqdi. Amir Sayıq Nuriddinning ashu mehmondorchiligidan keyin boshqa sarkatli baglarni martabasi bo'yicha ularni mehmondorchilikka chaqirishga boshladi. Nihoyatda afsuski, Amir Sayıq Nuriddin bundaq mehmondorchilikqa faqat xonishni olib keladi. Bundaq chaqda Shahzodaning cheksiz tama, umid bilan tikilgan ko'zlari Malika Davlat Sulton xonimni izlaydi. Yurak bag'ri hijron azobida puchulanadi. Amir Sayıq Nuriddinning mehmondorchilikqa qizini qasdan olmay kelganligini faqat bilmaydi. Mehmondorchiliklarda Shahzoda Uvaysxonning ichilanmay, ulug' kichikdanib tagsiz xiyollar asir bo'lib o'ltirishining sababini faqat Saydali olib biladi. Shahzoda bundoq yurivas tugishib ketadi. Unga yordam qilishim kerak. Ishq azobiga chidamoq tas. Malika Davlat Sulton xonim bilan xeyli o'bdan do'stlashib qoldimi Malika? So'radi bir kuni Saydali olib ayoli Uz Sulton xonimdan. Erining to'ntaqli so'rgan savolidan Uz Sulton xonim g'alatilik his qildi. Qandoq deydilar? Yaqindan beri og'illarda bir o'zgarishning bo'layotganligini sezmadilarmi? Uz Sulton xonim eriga qarab chiroyli qosh qapoqlarini suzdi. Ajabni bir bosh oxir yo'q savollarni so'rab ketdilar. Og'amga bir ish bo'ptimi? Shahzoda oliylar oshiq bo'pti. Kimga? Malika Davlat Sulton xonimga. Uz Sulton xonim xildab kulib. Seni qandoq bildilar? Albatta bilaman-da. Saydali olib ayoliga Amir Sayıq Nuriddinning ordusidagi ziyofatda bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab berdi. Tova, og'am Malikaning choy ichgan piyolasini o'g'irlayapti deysizlar. Ha, mana buni haqiqiy oshiqlik deymiz. Men buni shu chaqda sezib qolgan. O'zlar bo'lsa hech nimdan xabarlari yo'q, Malik bilan paranglashib o'tiradilar. O'zlar oshiqlikni qo'yma obdan tushunadilar. Dedi Uz Sulton xonim akilib. Albatta tushunimizda. Dedi Saydali olib mag'rurlik bilan. Oshiqlikni oshiq bo'lgan odam tushunadi. Bilaman. Dedi Uz Sulton xonim surgan qopqini turib. O'zlami oshiq bo'lgan. Osh yo'li Andijon go'zalining kaynidan oshiqlik da'vosi qilib Samarqandga borgan emasmidilar? Saydali olib muddasining xotinining xato tushunganligini sezib turib qoldi. Nədiki gapni qiladilar Malikan? Koni xamanni so'r. Koni xamanni so'rmasam rostku? Uz Sulton xonim ta'tir qarab oldi. Afsus, mana bundaq baxt nada turibdi. O'lchog'da o'zlar Malikan Saydali olibning tili tutildi. Ko'ngildikini tushundiramay jiyli bo'ldi. Demandilar, o'lchog'da men qandoq ekanman? O'zlarining oshiq bo'lishlariga arzimamdi. Undaq demisizlar Malikan. O'lchog'da o'zlari kichik edilar. Yolg'on so'zlimisizlar? Zaynab bibini bilmamdim. Mendan aroq bir yosh cho'ng edi shu. Ummasining ko'zlari uningga tushdi. Uz Sulton xonimning ko'zlaridan ixtiyorsiz taramlab yosh to'kildi. Saydali olib xotiniga qandoq tasalli berishni bilmay turib qoldi. O'zining 7-8 yosh kichik Uz Sulton xonimni Saydali olib o'choqlarda singlisida ko'rib kelgan edi. Demisimi o'choqda Uz Sulton xonim rasidi bo'lishga boshlagan bo'lsa-mu, Saydali olibning nazarida yana lotqo'chaq o'ynaydigan kichikgina qiz edi. Ammo Uz Sulton xonim oksining bu yaqin do'stini oshchaqlarda vujudida baxtlanishga boshlagan boshqacha bir qizlik tuyg'usi bilan yaxshi ko'rib qolgan edi. Ammo bu xil tuyg'uning oshiqlik ekanligini to'g'ri bilmaydi. Saydali olib oksini izlab qasrga kelsa, boshqa chiqish bo'lib ketadi. Uning uzoqroq turishini, o'z bilan paranglashishini, qo'lidagi kitob kasblarini tortib olib terik turishini orzu qiladi.
Ammo ko'pincha vaqtlarda Saydali olib Uz Sulton xonimni xuddi kichik bolani erkalatgandek mundaqla erkiltib yoki qo'lidagi kitob kaslarini tortib olib teliktirib qo'yib, Shahzoda Uvaysxon bilan birga chiqib ketadi. Qizning ular erishib billa bag'isi bo'lsa-mu, amalsiz qaytib kelishga majbur bo'ladi. Saydali olib 2 kun kelmay qo'ysa, oksidan chandurmay surishti qiladi. Keyin Saydali olibning Zaynab bibi bilan to'y qilish uchun Andijonga manganligini angladi. U Zaynab bibi bilan o'tanda tanishadi. Har turli ziyofat, barobatlarda xonish, og'chi oyimlar o'z paranglari bilan bo'lib ketganda, qizlarmi o'zlarining turli o'yinlarga, paranglarga mashg'ul bo'ladi. U Saydali olibning Zaynab bibiga oshiq bo'lganligini, to'y qilish uchun Andijonga manganligini anglaganda, vujudida qo'zg'algan rash azobiga bardoshlik berolmadi. O'zining Saydali olib oshiq bo'lib qolganligini his qildi. Vujudsiga bekinib olib, yosh to'kdi. Keyincha Saydali olib bilan Zaynab bibining to'y qilinmaganligini, Zaynab bibining Mirza Ulug'bek haramiga avatilib, Saydali olibning zindonga tashlanganligi haqidagi shum xabarni angladi. Saydali olibning Zaynab bibi bilan to'y qilinmaganligidan xush bo'lgan bo'lsa, lekin chin yuragidan suygan yigitining zindonga tashlanganligidan qattiq azoblandi. Yigitning taqdiridan andish qildi. Oksi Shahzoda Uvaysxonni Saydali olibni qutuldirishning amalini qilishga da'vat qildi. Keyin oksi Xontag'iz bilan taxt davosiga tushdi. Shuning bilan Saydali olibni qutuldirib kelish ishi ancha tilga ilinmaydigan bo'ldi. Ammo Uz Sulton xonim o'ltirib qopsa Saydali olibni yod etdi. Yuragida amdil baqlanishga boshlagan nozik tuyg'ular uni azoblaydi. Tangtushlari bilan nikoh, oila haqida parang silishganda yoki qaysi bir do'stining qaysi bir amirzodiga kuyib qolganligini, qaysi bir do'sti bilan qaysi bir amirzodining to'yini qilish uchun choy ichirilganligini anglaganda Saydali olibni ixtiyorsiz ko'z oldiga keltiradi. Hasratlik uratdi. O'zining to'ylashmoqchi bo'lgan yigitini Saydali olibga o'xshatib xiyol qiladi. Osh kuni onasi Malikaning oksi bilan ostonadan maxfiy chiqib ketib, Saydali olib bilan to'y qilganligini aytibdi. Malika qo'lqiga ishonmay qoldi. Onasi ortiq so'zlatmay rozilik berdi. Yuragidagi hayajonni onasiga sezdirmaslikka tirishdi. Oksi bilan Torim vodisidagi to'g'riqlikka yetib kelib, Saydali olib bilan qayta uchrashganda o'zini qattiq tutib oldi. Yigitlarda ko'zini bag'irliq uchun Saydali olib uni tanımagan edi. U to'g'riqlikka yetib kelgan kunning ertesida to'y bo'lganligini xiyolligini keltirmagan edi. Uningga Saydali olib bilan sirdishish, yuragidagi ish o'tini yigitning yuragiga tutashtirib, ondan to'y qilish nasib bo'lmadi. To'ydan keyin ular kamdan-kam paranglashdi. Shahzoda Uvaysxon bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqarish uchun tayyorlik qilayotgan Saydali olib ko'pincha vaqtlarda sirtda bo'ladi. Uning ustiga bir yerda uzun turmaydi. To'xtamay ko'chib yuradi. Nima degan o'maqsiz amal ekan. Jahondagi eng nozik bir gulning tuyuqsiz nasib bo'lishini xiyolimga keltirmabdi ekanman. Deydi Saydali olib uni bag'riga besib. Bundaq vaqtda Uz Sulton xonim o'zini har qancha baxtiyor sezsa, Zaynab bibi xiyoliga kirib asla allaqanday bir rashk azobida to'lg'anadi. Zaynab bibining to'lim yiroqda Mirza Ulug'bekning haramida ekanligini bilib turib, bu rashk azobidan qutulolmagan edi. U Saydali olibning o'ziga xuddi Zaynab bibiga oshiq bo'lgandek oshiq bo'lishni orzu qiladi. Ammo bu orzusini til orqali bildirishga ojizlik qiladi. Ayolning g'ururi yo'l qo'ymaydi. Kichikdan boshlab ishq muhabbat tasvirlangan she'rlarni, kitoblarni o'qib cho'ng bo'lgan qiz ana shunday hissiyotga boy ham g'ururi kuchli edi. Saydali olibning o'ylamayli maqsadsiz holda oshiqlikni oshiq bo'lgan odam tushunadi degan so'zi uning g'ururiga qattiq tekkan, yuragidagi rashk azobini qayta qo'zg'ab qo'ygan edi. Ma'qul deslar, Malika, bu ishlarni endi tegishmaydi, dedi Saydali olib kuchli bilaklari bilan ayolini quchoqlab turib. U degan allaqachon o'tmishga aylangan ishlar.
Ammo mayli ishansizlar, mayli ishonmasizlar. Men o'zlariga haqiqiy oshiq. Men o'zlariga haqiqiy oshiq. Hozir ol Zeynep bibidan o'g'il bo'lsin o'zlariga tanqimayman. U Sultan xonimning yuragi shurrida erib ketdi. Kuchli bir hayajondan vujudi titradi. O'zini olamcha baxt ilkida sezdi. Har qanday ayol kishi o'z eridan "Men sizga oshiq" degan javobni olishni bakmi orzu qiladi. U Sultan xonim kech-kunduz orzu qilgan bu javobga oxir erishdi. U Sultan xonim Saydagi olibning bo'yniga girasil, ko'zini muhabbat bilan tikilib turib so'radi. Bu deganlari rostmi? Haqiqiy yurak so'zlarimi? Shundoq Malika, haqiqiy yurak so'zi. Dedi Saydali olib ayolini mehr bilan bag'riga besib. U Sultan xonim erining kang ko'kragiga beshini qo'yib buqildab yig'laverdi. Nimaga yig'laydilar Malika? Deb so'radi Saydali olib ayolining sochlarini hidlab turib. Yig'lig'ili qo'ysinlar. Dedi u Sultan xonim tatlı kulimsirab. Xushalliqdan, baxtdan yig'layapman. Bilamdilar Amirzodam. Men o'zlariga xiylidan beri oshiq edim. Qasrimizga og'amni izlab kelib, o'qiyotgan kitoblarimni tikayotgan kasblarini tatib olgan vaqtlarini tatib oshiq edim. Hayajonlangan Saydali olib ayolini so'zligila qo'ymay, lavlariga lab yoqdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yerda o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.